Assalamu alaykum kanalımda yaxshi bu. Bugün bu dostluğumga şu tuxum bilen şoxlu qo'rg'on zaytun yağida şu tebib ketdi. Bunu men tabiiy usulda tozalashni deb demekçi. Men o'tgan qatim degandim tuz yaxshi bo'ladi deb. Chunki men yog'li qo'rg'onligim uchun tuz qo'ydim. Sayda olsun burada ama şu hazır ben de beğen usulda. Tuzunu koydum. Hem yere gidelim. Ondan keyin azırak çekemez. Suda döküme. Ondan keyin limonun suyunu sıkıma. Endi men aqaçıq su az miqdarda aqaçıq su döküme. Şu usulda 2 minut koyup koyun bunu. 2 minutdan keyin. Bizning 2 minutimiz to'shdi. Ko'rdingmi? Suvda bir chayqay. Ko'rdinglarmi? Chiqib ketdi. Ma sal chiqmagandagilarni limonda sürtüp limonu mana shunga o'xshash sürküp bir qator chayqalasanglar chiqib ketadi. Mana bu holatda chiqib ketdi. O'sha usulda tabiiy usulda tozalasanlar bo'ldi. Dostxonalaringlarga yoki bo'lmasa boshqa kiyimlarga rang tegib ketgan bo'lsa, o'sha holatda tozalasanlar bo'ldi.